Germaniyadagi hamkor tashkilotlarimiz nomidan O'zbekistonga og'ir yuk avtomobillari hadya etildi. Bu nima uchun? Kelgusidagi yuk mashinasi haydovchilarini Germaniya standartlariga muvofiq haydashi uchun va u yerda boshqarishi uchun. Endilikda yurtdoshlarimiz ushbu zamonaviy yuk avtomobillarida Germaniya standartlari asosida tayyorlanadi. Bu esa haydovchilarni ushbu davlatga tayyor kadr sifatida yetkazib berish imkonini beradi. Biz ham ushbu avtomobilni sinovdan o'tkazib ko'rishga qaror qildik. Haydovchilar Germaniya standartlari asosida qanday qayta tayyorlanadi? 21 dan 41 yoshgacha bo'lgan Y toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz dastlab xorijda ish.uz platformasi orqali ariza yuboradi. Undan so'ng ish beruvchi bilan suhbat tashkil etiladi. Suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar ushbu avtomobillarda 20 soatlik bepul nazariy hamda amaliy mashg'ulotlarni o'taydi. Undan so'ng sertifikat berilgach Germaniyaga ishga yuboriladi. Mutaxassislarning aytishicha, Y toifadagi haydovchilar uchun Germaniyada 3000 yevro miqdorida oylik ish haqi belgilangan. Bu taxminan 40 million so'mdan ziyodroq summani tashkil etadi. Germaniyada 80 ming yuk avtomobil haydovchilariga talab mavjud. Ushbu talabni qisman o'zbekistonlik mutaxassislar hisobiga to'ldirmoqchimiz. Nafaqat yuk avtomobil haydovchilari, balki boshqa kasb egalarini ham kelgusida O'zbekistonda tayyorlab, Germaniyada ish bilan ta'minlash rejamiz bor.